Assalomu alaykum. Men bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalalar asari haqida fikr bildirmoqchiman. Otamdan qolgan dalalar asari o'zbek xalqining sabr, toqati, mehnati, shijoati, bundan tashqari ruhiy kechinmalar haqida tasvirlangan. Bu asar bosh qahramoni obrazida Dehqonqul obraz gavdalanadi. U oddiy dehqon emas, balki butun o'zbek xalqining timsoli sifatida gavdalantiriladi. Otamdan qolgan dalalar asari menga eng yoqqan jihatdan biri bu qishloq hayotini juda ham tabiiy va jonli ravishda gavdalantirilgan hisoblanadi. Bu asarni o'qigan odam o'zini xuddiki o'sha qishloq hayotida o'zini tushib qolgandek bir lahzaga ushbu asar qahramonlari bilan birga mehnat qilgandek o'zini his qilishi mumkin. Ushbu kitobni barcha katta kichik kutubxonlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Ushbu kitobni Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomidagi Samarqand viloyat axborot kutubxona fondidan bemalol topib o'qishlaringiz mumkin.